2020-yilda pandemiya davrida unumli foydalangan holda mana shu Mirzo Ulug'bek madrasasining 600 yillik munosabati bilan mana shu madrasada Samarqand ta'lim tarixi yaratildi. Mana shu Samarqand ta'lim tarixi ekspozitsiyasi yaratildi. Mana shu ko'rib turganingiz Ulug'bek madrasasi ichidagi mehrob. Mehrobning oldiga bizlar 60 ga 80 o'lchamdagi Qur'onni ko'chirib Samarqand qog'oziga. Mana shu Samarqandlik xattot Abjal Ergashev tomonidan ko'chirib berildi. 302 varaqdan iborat Qur'on to'liq ko'chirilgan 60 ga 80 o'lchamdagi Qur'on kitobi. Mana shu mehrobning oldiga mana shu vitrinaning ichiga qo'yib qo'yganmiz. Bizlarning eng qadrli bo'lgan eksponatlarimizdan bittasi mana shu Qur'on kitobi hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha madrasada o'qitilgan kitoblar, o'sha lavhlar, o'sha uy ro'zg'orida, o'sha hujralarda foydalanilgan ko'zalar, avtobalar, moychiroqlar, o'sha madrasada nimaiki ishlatilgan bo'lsa, o'sha talabalar foydalanilgan bo'lsa, ana shu foydalanilgan eksponatlar mana shu madrasaning ta'lim tarixiy ekspozitsiyasidan joy olingan. Bu qog'oz qayerdan olingan buni? Bu qog'oz o'zimizning Samarqandda ishlab chiqarilgan o'sha konigil deymiz, konigil massivi deymiz. O'sha konigilda tut daraxtidan ishlab chiqarilgan qog'oz. Samarqand qog'ozi bu. 1000 yillab, 2000 yillab turadigan qog'oz. Bu salmog'i qancha kilogramm hozir? Buning salmog'i bittasi 300 grammgacha chiqadi. 300 gramm. Bir varag'i? Bir varag'i. O'shanda bu 302 kilogramm bo'lsa, bir 10 kilo bor ekan-da. 10 kilodan ziyodroq. 10 kilodan ziyodroq ro'zg'or. Bu maket emas, ha? Yo'q, bu maket emas. Bu original Qur'on to'liq yozilgan. Qur'on to'liq yozilgan qo'lyozma hisoblanadi. O'zimizning mana shu xattot Samarqandlik xattot Abjal Ergashev shogirdi bilan 6 oy davomida ko'chirib berilgan shuni kitob bizlarga. Bizlar faqat qog'ozini oldik, qog'ozini olib o'sha xattotga murojaat qilganimda mendan tuhfa muzeyga. Belek qilib? Ha, bepul hech qanaqangi haq olmadi. Bizlardan tuhfa dedi. Shogird ekov 6 oy davomida mana shu kitobni to'liq ko'chirib bizlarga tuhfa qilib berdi. Bu bizlar uchun juda qadrli eksponatlardan bittasi hisoblanadi. Ha, bu sari bo'lgan bu sari bo'lgani oltin suvi bilan ziynatlangan. Har bir varag'iga mana shunaqangi oltin suvi bilan ziynatlab, chiroyli qilib bizlarga muqovalab berilgan.